bajarib yuqori ball to'plagan farg'onalik yana bir hamyurtimizga ham o'z sovg'asi yetkazib berildi. Hozir shu haqda. Noyabr oyining 24-sanasidan boshlab telekanalimiz tomonidan start berilgan omadli tomoshabin mega aksiyasida kun sayin omadlilar safi kengayib, yurtdoshlarimiz televizor, pul yutuqlari va har hafta maishiy texnikalar kabi sovrinlar egasiga aylanishmoqda. Kuni kecha ham ular orasiga yana bir omadli yurtdoshimiz qo'shilib, televizor sohibasiga aylandi. Bu Farg'ona viloyatining Toshloq tumanida istiqomat qiluvchi Shahnoza opa Zokirovadir. Meni yurtim kanalida yutuqli o'yin bo'layotgan ekan. Buni meni kelinim yutib oldi, televizor yutdi. Bugun ertalab omon-omon dasturini ko'rib o'tirdi, nomeri chiqib qoldi. Kelinim chopib borib telefonini olib va meni nomerim deb suyunib keldi. Siz ham pul mukofotlari, televizor, turli xildagi maishiy texnikalardan birining egasi yoki bosh sovrin 50 million so'm pul mukofotini qo'lga kiritishni istasangiz, 26 dekabr kuniga qadar davom etadigan aksiyamizda ishtirok etish uchun hoziroq maxsus Telegram botdan ro'yxatdan o'tib, har kun soat 16:00 dan 18:30 ga qadar My5 telekanalini diqqat bilan kuzating va oddiygina shartlarni bajarib, aksiya g'olibi bo'ling. Omon-omon dasturida esa har kun erta tong omadlilar nomi ma'lum bo'ladi.